al-Buxoriy o'zi kim bo'lgan degan savolga javob oling. To'liq ismlari: Abu Abdullah Muhammad ibn Ismoil. Ismoilning o'g'li Muhammad al-Buxoriy Buxorolik bo'ladi. Savol bo'lib qoladi, Buxoriy Buxorodan bo'lsa, qabr nima uchun Samarqandda joylashgan? Imom Buxoriy o'zi kim bo'lgan? Islom olamidagi o'rni. Melodiy sana bilan 810-yil Buxoriy Buxoroni Qorako'lida Poykentda tavallud topdi. Yoshlik chog'larida otadan ertajrab qoladi. 2 yoshlikda Buxoriyning ko'zi ko'rmay ko'r bo'lib qoladi. Ona va akani qo'lida qolganda ona har kuni duo qiladi. Bergin farzandimning ko'ziga nur ber, bu yor dunyoni ko'rsin. Mani ziyoram Buxoriyni eshiting, 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolganida ham ona tahoratsiz biron marta sut bermagan ekan. Allah o'rniga Qur'on o'qib bergan. Ya Robbi ber, farzandimni ko'ziga nur ber, bu yor dunyoni ko'rsin deb duo qilgan. Oradan yillar o'tdi. Buxoriyning 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolib 4 yoshga to'ladi. Onasi bir kun oyoqlarida mador qolmasdan charchab, jay namozga ona yiqiladi. Tahajjud namoz edi. Jay namozga yiqilgan ona uxlab qoladi, bir tush ko'radi. Shularga Ibrohim alayhisalom kiradida, "Ey ona, seni duoing mustajab bo'ldi" dedi. Ona uyqudan uyg'onib ketsa tush, tahorat qiladi. Chopli farzandining yoniga boradi. Uyg'otsa, Imom Buxoriy bu yori dunyoni ko'ryapti. Buxoriyning 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolib, 4 yoshlikda onaning duosini Alloh taolo mustajab qilib qo'ydimi? Zehnni qo'shib qo'yadi. 9 yoshligida Imom al-Buxoriy hafizi Qur'on bo'ladi. Alloh bir zehn berib qo'ydi, o'qigan har qanday kitobni bir o'qishda yod olar edi. 10-11 yoshida 70 mingdan ziyod hadis yod oldimi? 16 yoshda Imom Buxoriy Buxoroda tanilib qoladi. Hech kim Imom Buxoriyga dars bera olmay qoldi. Qalbiga Ka'ba, Baytullohni so'ladi. Innamal a'malu binniyati. Har bir amal niyatga bog'liq. Niyat qildinglar, keldinglarmi? Duolardan niyatga qo'shing, Ka'baga ham umringizni yetkazsin. Imom al-Buxoriy 16 yoshligida hech kim ustozlaridan da ziyoda bo'ldi, dars bera olmay qoldi. Ahmad ismli akasini olib, onasini olib, karvon bilan Ka'baga bordi. Haj, farz, vojib, sunnat amallarni qilib bo'lib, Imom Buxoriy onasining yoniga keladi. Onajon, men yurtim Buxoroga qaytmasdan turaman. Ta'jubda ona so'raydi, nima uchun? Buxoriy javob beradi. Ona, siz duo qildingiz, ko'zimga ziyo nurni Alloh qaytarib berdi. Imom Buxoriyning 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolganda ona so'rardi: "Ya Robbi, farzandimning ko'ziga nurini qaytarsang, sening yo'lingda xizmat qil."